Assalomu alaykum qadrli podpischiklarim. Agar eslaysizda bo'lsa, mana bugun velimni kesib, chirinkovaniya qilishga qo'ygandim, tomirlatishga qo'ygan edim. Hamma mana bu eski shoxda pishgan nodidagilar hammasi qurib qoldi, faqat mana bu yosh nodidagidan tashqari bu yangi shu yil o'sgan nodasi edi. Keyin mana bu suvda turgan nodalar hali hech qaysi qurigani yo'q, hammasi yaxshi turibdi. Sal bo'shroq bo'lishi mumkin. Mana bunga o'xshab. Lekin hali yashil holatda sarg'aygani yo'q. Tomir ko'rsatish boshlagani yo'q. Hayron qolmaysiz, bu nima ekan deb, bu suvning ichida mox bor. Ozgina moxim bor edi, idishda turgan edi, shu idishga solganman. Hozircha lekin tomir chiqargani yo'q, natijasi yo'q, lekin hozircha qurimadi ham. Keyin mana bu yaqinda geran olib keldim. Sinib yotgan ekan ko'chada. Ko'rsam chidab tura olmayman. Keyin olib keldim, suvga tiqib qo'ydim. Men shalpayib yotgan edim, mana kecha suvga tiqib qo'ydim. O'sha bugun tetikkina o'nchasi bor edi, olib tashlamagandim. O'nchasi mana tetikkina. Shu turishda даже bu tomirlaguncha gullab ham qoladi menimcha. Xullas, agar mana bunaqa ko'rinishda menimcha pishgani ham, nodasi ham tomirlab qolsa kerak, faqat uni parnikka qo'ysa, menimcha yaxshiroq tomirlaydi. Lekin atak ochiq turgan paytida hamma pishgan nodalari qurib qoldi. Men bularni musoriga olib tashlayotgan edim. Shuni olib tashlashdan oldin ko'rsatishga qaror qildim sizlarga. Agar video sizga ma'qul kelgan bo'lsa, foydali bo'lgan bo'lsa, like va podpiska, keyin boshqalar bilan podelиться qilib qo'yasiz deb umiddaman. Ko'rishguncha